Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzға sunumuz. Qınamızda xıtınlar ekranımızda olsun. Xitay Uyğurlarga qaratqan terror siyasətini Tunganlarga ma'lum dərəcədə icra qılmaqda. Xitay növbəti Şərq Türkistanda icra qılıbatqan terror siyasətini Xitay ölkələrdəki Tungan müsəlmanlarına ma'lum cəhətdən icra qilishqa başlagan bo'lib, dinni təşviq qilish, xalq ichida tarqitishda muhim rol o'ynaydigan Tungan ulamalari va masjid imomlarini turli bahonalar bilan bir-birlab tutqun qilishqa başlagan. 15 dekabr X supsiga yo'llangan uchurlar Xitoyning navbatda Sharq Turkistonda ijro qilayotgan dinga qarshi terror siyosatini Tungan musulmonlarga ijro qilishga boshlaganligini oshkorladi. Mazkur uchurda Yunnanning Yushi shahrida yashayotgan Tungan imom Ma Yuveyni Xitoy saqchilarining sababsiz tutqun qilganlik xabari tilga elingan. Sinliq va yozma uchurlarda tarqalgan ma'lumotga asoslanganda Ma Yuvey shu joy vaqti 15 dekabr tushda Yushi shahridagi bir restoranda tamoq yeyotgan bo'lib, tuyuqsizlik puxroch kiyingan Xitoy saqchilari restoranni qorshab Ma Yuveyni tutib ketgan. Bu haqda tarqalgan uchurlarda oshkorlanishicha, Ma Yuvey yurtida universitetni bitirgandan keyin Saudiya Arabistonga berib bir qancha yil islom bilimlarini o'rgangan. Saudiyadan qaytgandan keyin uzoq o'tmay yerlikdagi masjidga imom bo'lgan bo'lib, bu jarayonda masjid jamoatchiligiga har doim jamiyatga foydali yaxshi odam bo'lish haqida tabliq qiladi ekan. Xitoy saqchilari Ma Yuveyni tuyuqsiz tutqun qilib bir qancha kundan keyin uning dadasi, onasi, ayoli va inisini tutib ketgan. Masjid imomi va uning oilasining sababsiz qo'lga ilinishi masjid jamoati va rayondagi musulmonlarning noroziligini qo'zg'agan. Atrofdagi musulmonlar shaharlik hukumat binosi oldida yig'ilib kuch ko'rsatgan bo'lib, Ma Yuveyning qo'yib berilishini talab qilgan. Ular yana Xitoy saqchilariga bo'lgan norozilik sifatida hukumat binosi oldida jamoat bo'lib namoz o'qigan. Kuzatuvchilar Xitoyning Ma Yuveyni oila a'zolari bilan qo'shib tutqun qilishining maqsadlaridan biri Ma Yuveyning oilasi 2 avlod masjid imomi bo'lg'achqa va xalqni dinga da'vat qilg'achqa bu oilaga zarba berish orqali rayonda diniy tashviq qiladigan kishilarni yo'qotish ekanligini, Xitoy rejimining bu xil terror siyosatini ilgari Sharq Turkistonda boshlaganligini va hozirga qadar izchil davomlashtirayotganligini bildirishmoqda. Shundaqli Xitoy Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik ijro qilayotganda Tunganlar orqali Xitoyda musulmonlar xotirjam ibodatlarini qila oladi deydigan yolg'on tashviqotini tashviq qilish orqali xalqaro jamiyatni aldashga uringanligini, amaliyotda Xitoy Uyg'urlarni keng ko'lamda jazo lagerlariga qamagan bir vaziyatda nurg'un Tungan imomlari va ixlosmand musulmonlarni turmaga so'lganligiga oid qanchilgan isbotlarning oshkorlanganligini, Xitoyning navbatda Uyg'ur musulmonlariga emas, balki Tungan musulmonlariga dinga qarshi terror siyosatini ijro qilayotganligini ta'kidlashmoqda. Xitoy Sharq Turkistonga tajovuz qilgandan beri izchil turda diniy bostirish siyosati ijro qilib kelgan bo'lib, yaqinqi bir qancha yil ichida 16 mingdan ortiq masjidni cheqivatgan yoki buzivatgan. Xitoy bu yilning 5-ida atalmish Uyg'ur avtonom rayonining diniy ishlar nizomini e'lon qilgan bo'lib, uningda har qanday yo'sindagi diniy ta'lim-tarbiyani cheklagan. Kuzatuvchilar Xitoyning xalqaro jamiyatning inkoslariga pisand qilmay, dinga qarshi turli qoida nizomlarni e'lon qilganligini, diniy ta'limotlarni to'g'ri izohlash safsatasiga asosan oshkora holda islom dinini burmalash, Qur'oni Karimni xohlagancha izohlash jinoyatini davomlashtirayotganligini, diniy ta'lim-tarbiyani cheklash orqali islom dinini butunlay cheklab, ko'zdan yo'qotishga urinayotganligini bildirishmoqda. Divanu Lug'ati Turk yozilganligining 950 yilligi BDTning xotirlash tizimligiga kirgizildi. Uyg'urlarning mashhur tilshunos olimi Mahmud Kashg'ariyning Divanu Lug'ati Turk nomli asarining 950 yillik xotira kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga qarashli Ma'arif, Fan va Madaniyat Tashkilotining 2024-2025 yillik xotira kunlari tizimligiga kirgizildi. Yangi Shafaq to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Turk madaniyati va meros vaqfi bu haqda bayonot e'lon qilgan. Mazkur bayonotda Mahmud Kashg'ariy tarafidan 11-asrning keyingi yarmida arablarga turkcha o'rgatish maqsadida yozilgan ensiklopediya xarakteridagi Divanu Lug'ati Turk nomli asarining 950 yillik xotira kuni BDT Ma'arif, Fan va Madaniyat Tashkiloti tarafidan 2024-2025 yillik xotira kunlari tizimligiga kirgizilganligi aytilgan. Bayonotda mazkur qarorning Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va O'zbekistonning o'rtaq
taklifi shundaqli Vengriya, Mauritaniya, Marokash, Qatar va Tojikistonning qo'llashi bilan chiqarilganligi bildirilgan. Bayonotda yana Divanu lug'ati turk faqat bir lug'atla emas, turk tillarining boyligi, turk an'analaridagi hikmatning va turk madaniyatining jonliq yakunidir. Divanu lug'ati turkning 950 yilligini tabriklash faqat bir xotirlash faoliyati bo'lmasdan, balki mislsiz turk meroslarini qo'g'dash tirishchanliklarini kuchaytirish chaqiriqidir degan. Türk Medeniyeti ve Miras Vakfı aldığınqı ayda Qırğızistandaki Qırğızistan Dövlətlik Tarix Muzeyida Türk Dövlətləri Təşkilatı təşkilləgən 11-ci növbətlik dövlət və hökumət başlıqları uçuruşunda Dövlət Quyaşı Türk Möcüzə belgesində dünyaya gəlgənligini bilin namlıq körgəzməsini təşkilləgən. Körgəzmə 2025 yılının axırıgacha Türk dövlətləri və dünyanın oxşamagan joylarida o'tkazilgan. Yevropa İttifaqı Rossiya armiyasini qo'llagan Xitoy shirkatlariga jazo yurgizdi. Yevropa İttifaqı Rossiya armiyasini qo'llagan Xitoy shirkatlariga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Yevropa İttifaqı 16 dekabr bir qism Xitoy shirkatlariga Rossiya armiyasini Ukrainaga hujum qiladigan qurol bilan ta'minlaganligi sababli tunji qatim umumyuzlik jazo yurgizgan bo'lib, ularning mol-mulkini to'g'nitish va viza cheklash qatorliq jazolari berilgan. Yevropa İttifaqı yana jazo qaroriga Shimoliy Koreyaning mudofaa ministrini qo'shgan. Bundan ilgari Shimoliy Koreya Rossiya armiyasini qo'llash uchun askar avatgan edi. Bu jazolash tadbiri Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi to'qinish sababli Yevropa İttifaqı yo'lga qo'ygan 15-qatimliq jazo tadbiri bo'lib, Yevropa İttifaqıning Xitoyning Rossiyaga qilgan yordamiga qarshi yo'lga qo'ygan tadbirini kuchaytirganligini aks ettirdi ekan. Xitoy bu masalada Rossiyaning urush aslahalarini to'liqlashga yordam berishda muhim rol o'ynadi deb ayblangan. Yevropa İttifaqı Xitoyning Rossiya armiyasini sezgur uchquchisiz aeroplan zapchaslari va mikroelektronlik zapchaslar bilan ta'minlaganligi sababli 4 Xitoy shirkatini jazo tizimligiga qo'shganligini aytgan. Undan boshqa yana 2 Xitoy shirkati va 1 Xitoy savdogar Rossiyani jazodan o'zini qochiradigan uskunlar bilan ta'minlaganligi sababli jazo tizimligiga kirgizilgan. Jazo berilgan Xitoy shirkatlarining biri Xiamen Limbach shirkati bo'lib, Rossiya Ukrainaga hujum qilish jarayonida ishlatgan uzun masofalik uchquchisiz aeroplanning motorini ta'minlaganligi uchun ayblangan. Amerika PKK tahdidi masalasida Turkiyani tushundiganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Matthew Miller kundalik muxbirlarni kutib olish yig'inida Suriyaning shimolidagi PKK-PYD terrorlik tashkiloti shakllantirgan tahdidga munosabatli savollarga javob berib, Washingtonning Turkiyaning PKK shakllantirgan terror tahdidi masalasidagi o'rinliq andisini tushundiganligini bildirdi. Turkiya Ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Matthew Miller Turkiyaning Suriya ichidagi chet ellik jangchilarning mavjudligi masalasidagi nihoyat o'rinliq andishlarini tushundiganligini, Amerikaning Turkiya hukumati bilan bu andishalar haqida so'zlashib, olg'a qarab bir yo'l tepishga tirishayotganligini o'tirg'a qo'ygan. U biz ko'rishni umid qildigan narsa Suriya ichidagi barliq etnik guruhlarni o'z ichiga olgan bir Suriya milliy hukumatining qurilishi degan. U bu musobaning oxirida o'xshamagan bayroqlar ostida qo'ral ko'targan hech qanday tarmoq qurolliq guruhlarning bo'lmasligi kerakligini, bu yo'nalishda Suriyadan chet ellik jangchilarni chiqarib o'tishni muzokara qilishning intayin muvofiq ekanligini ta'kidlagan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.